Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizle başlaymış. Leksiyede de kaçırız, o Washington'da sözleyimiz. Bugünkü ıslak işkemenci görmençi 58. ayının 6. günü haftıga Perşembe. Bugünkü vaziyetin eysa hazır torbitede münazirede ve kayta ilan kılışlarda, haber kılışlarda birle mavzu. Amerika Qo'shma Shtatlarning Sayya Sog'lomlik Ministerligining ministeri Aleksey Azar Apandi yaqinda Tayvanni ziyorat qiladi degan masala. Ondan keyin Arliqda mushundaq vaziyatga munosabatlik Jungoning tashqi ishlar ministeri Wang Yi Apandi Xinhua agentligining ziyoratini qabul qildi. Onun 5. günü sözlügen sözü bilen 6. günü sözünü sözlügen sözü de asmaz zimin fark var vatandaş. O 5. günü sözlügen sözü de boşap gitti mi Amerika bilen. Her kandak çağda, her kandak mesele bu söhbetli işine halaymen dedi. Bu boşap gitti. Onun devamını ki sözleyimiz vatandaşım. Bugün minen başlayıt ona. Uygur'da dayının başlayıt ona. Savletim. Saltanatim, devletim, Uyg'uriston Cumhuriyetidir. Mening bugün siyasi maslakim ikkini asliga keltirish 1933 yil 11 ayning 12 günü qurilgan Uyg'uriston Cumhuriyeti lekin e'lon qilinmagan. Chunki tijimalla kelgindile domalandılarning ta'siri ve besimi ostida bu devletni e'lon qilolmagan. Biroq davlat arbobı Sobit Domilla hojimga hozirdan tortib uni ro'yiga duo qilamiz. O davlatni qaltis esil nom bilan qurgan. Bu davlatni asliga keltirish. İkincisi 1945 yil 2 ayning 11 kundan 14 kunigacha hozirgi Yalta shahri, Krimiyaning Yalta shahrida chaqirilgan xalqaro konferensda Stalinning Uyg'uristonda davlat qurish huquqini Xitoyga topshirib berganligi va qo'shib berganligi bugun shu vaqtda o'rnidan dasturib mustaqillik jakarlagan Uyg'urning mustaqilligini asliga keltirish. Bu mening ishki maslakim. Vaziyat to'g'ri so'zlash bo'ldi. Endilikdagi maqolaning o'ziga kelamiz, hurmatli vatandosh. Amerika Xalqaro Echish Mahkamasi Jungo Kompartiyasi e'tiqod erkinlik ziyonkashlik qildi. Biz qo'limizni qo'yishtirib qarab tura olmaymiz deb ko'rsatdi mavzuli xabar. 8 ayning 5 kuni Erkin Osiyo radiosining Xitoy til programmasida e'lon qilindi xabar. Bundaq boshlandi. Men ash kameramni bir tekshirib tejuma. Hazır bu leksiyani bir qatim so'zlab bo'ldim, qarasam rekord. Mimarin qiladigan, tizimlaydigan nemesi basmaptı me kameraning. Shunga qayta qarab keldim vatandosh kechira. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump 6 ayda bir parcha ma'muriy buyruqqa imzo qo'yib. Diniy e'tiqod erkinligini Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosatiga kelib kirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Xalqaro Echish Mahkamasi muvaqqat mahkama boshlig'i John Barsa 8 ayning 5 kuni bunda ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasi faqat o'zining e'tiqodini va urf-odatlarini saqlab qolmoqchi bo'lgan kishilarni bostirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Xalqaro Echish Mahkamasi bunga hargiz qo'lini qo'yishtirib qarab tura olmaydi. Prezident Trump imzo qo'ygan ma'muriy buyruqda mundaq belgilangan edi. O'sha buyruq e'lon qilinib 180 kun ichida Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi bilan Amerika Qo'shma Shtatlari Xalqaro Echish Mahkamasi
Amerikanın tashqi siyosatini planlash va ijro qilish va chet ellarga yordam berish planida xalqaro diniy e'tiqod erkinligini avval o'ylanishni planga ilish, balki 50 milyon dollar hamçot ajratib, xalqaro diniy e'tiqod erkinligi faoliyatlarini qo'llash belgilangan. John Barsa mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining har qaysi bo'lim organlari Jungo Kompartiyasining zo'ravonligini fosh qilishda muhim rol o'ynadi. Davlat mahkamasini o'z ichiga olgan holda Amerika Qo'shma Shtatlari Xalqaro echish mahkamasi, Moliya ministrligi xalqaro diqqat nuqtasini amdi Uyg'urlarni bostirayotgan siyosatning ustiga yetkazdi. Diqqat vatandaş. John Barsa nima deydi so'zida mahkamada? Amerika Qo'shma Shtatlari Xalqaro echish mahkamasi, Moliya ministrligi Amerika xalqaro diqqat nuqtasini amdi Uyg'urlarni bostirayotgan siyosatning ustiga yetkazdi. Ya'ni Xitoy bostirayotgan siyosatning ustiga yetkazdi. John Barsa mundaq ta'kidladi. Eng muhim ishlarning biri bu ziyonkashlik qilish voqealarini ismi-jismiga loyiq ko'rsatib berishimiz kerak. Biz diniy e'tiqod erkinligiga mundaq ziyonkashlik qilish voqealarini yoshirmay ko'rsatib berishimiz kerak. Biz bu masalada bir odam bo'lsa-mu, sal qaramasligimiz kerak. John Barsa apandi Amerika Qo'shma Shtatlari Xalqaro diniy e'tiqod komiteti o'tkazgan to'g'ri suhbatida o'zim taqdim kubalik. Bo'lishibdim bilan Jungo Kompartiyasi bilan Kuba Castro hukumati o'xshash diniy e'tiqod erkinligini chekladi va cheklayotdi. John Barsa mundaq ko'rsatdi. Men Jungoning harakatlarini ko'rganimda ular yo'l qo'ydigan birdan-bir xudo Jungo Kompartiyasidir. Tarix qayta takrorlanmaydi. Lekin o'xshash voqealar yana qayta takrorlanadi. Men bu so'zni Marksdan naql elib, Marksning tarix takrorlanmaydi degan bir jumlasini ishlatgandim. Bugun John Barsa apandi buni logikalik hajm bilan to'liqlabdi. Vatandosh nima deydi deng? Tarix takrorlanmaydi, lekin o'xshash voqealar yana qayta takrorlanadi. Tarixda yuz bergan o'xshash voqealar yana qayta takrorlanadi. John Barsa ta'kidlab bundaq ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasining Uyg'urlarga tutgan muomalasi dahshatlikdir, yovvoyilikdir va xatarlikdir. Diqqat vatandoshlar, men sizga yana bir takrorlab beray. John Barsa ta'kidlab bundaq ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasining Uyg'urlarga tutgan muomalasi dahshatlikdir, yovvoyilikdir va xatarlikdir. Amerika Xalqaro echish mahkamasi Jungo hukumatining bu qilmishiga qarata Amerika Qo'shma Shtatlari echish mahkamasi qo'lini qo'yishtirib qarab turolmaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari Xalqaro echish mahkamasi internet orqali butun dunyoga ogohlantirish chiqarib, Jungo hukumatiga texmi eg'ir besam ishlatib, majburiy emgakka solishini to'xtatishni talab qiladi. Shundaqla Jungo Kompartiyasi hukumatining Xinjiang xalqining bostirishini darhol to'xtatishni talab qiladi. Jungo Kompartiyasi hukumatining mustamlaka Uyg'uriston xalqini bostirishni darhol to'xtatishni chaqiriq qiladi. Prezident Trump imzo qo'ygan ma'muriy buyruqda mundaq belgilandi. Qonun yo'l qo'ygan doira ichida, balki pul ajratishga bo'ladigan oldingi shart ostida har yillik moliya yilida xalqaro diniy e'tiqod erkinligini ilgari surish turiga kam bo'lganda 50 milyon dollar hamçot ajratiladi. John Barsa mundaq tilga oldi. Amerika Xalqaro echish mahkamasi planlashni kengaytirib, har qaysi joylardagi oddiy tashkilotlar, yerlik tashkilotlar bilan hamkorlashib,
Ular hizmet kılıp atkan mahalle koylardaki teşkilatlar bilen zıç birleşip şu yerdeki medeniyet ve dinni çoğunqor düşünüşüne ümit kılımız. Amerika Qo'shma Shtatlar 7 ayning 31 kuni kishilik huquq ziyankeşlik qilganligi sababli Şinjan bin tuan amaldorlarga embargo yurgizdi. Mustamlika Uyg'uriston bin tuan Xitoy ko'chmanlari amaldorlarga embargo yurgizdi.